Swiss Andijon rasmiy avtosaloni lokatsiyasi haqida gaplashamiz. Avtosalonimiz Andijon shahar 80 metrlik ko'chada joylashgan. Eslab qolishinglar uchun yangi kottejlar yo'parasida rasmiy avtosalonimiz joylashgan. Sizlarni qisqacha avtomobillarimiz haqida tanishtirib o'taman. Qani ketdik. Ushbu ko'rib turgan avtomobillarimiz Swiss S07 hamda Swiss S09 va Swiss S09 gibrid avtomobillarimiz sotuvda tayyor va sizlarga ajoyib yangiligimiz Swiss S06 benzin hamda gibrid variantlari tez kunda sotuvga chiqadi. Ushbu avtomobillarni birma-bir qisqacha obzorini ko'rib o'tamiz. Swiss S07 komfort pozitsiyasi. Ushbu avtomobilimizning oldi ko'rinishi juda ham chiroyli, LED linza monoqosh matritsali fara bilan ishlab chiqarilgan. Bu ko'chada juda ham kechki paytlarda yoritish tizimini kuchliligini bildiradi. Avtomobilimiz balonlari 20 razmerli yumshoq balonlar. Bir avtomobilimizning ichki saloniga o'zingizlar bir baho beringlar. Swiss S07 birinchi pozitsiyasi, komfort pozitsiyasini premiumligini isboti. Ushbu avtomobilimizda 360 kamera, 5 ключевой sensorli dostup, koja salon, cruise control, xolodilnik, ovozli boshqaruv, panorama lyuklarigacha bo'ladi. Bu degani hozirgi O'zbekistonda zamonaviy premium mashinalarga tegishli funksiyalar ushbu komfort pozitsiyamizda ham bor degan. Endi ikkinchi pozitsiya hamda birinchi pozitsiyalarni farqini tushuntirib o'taman. Sababi vaqtimiz chegaralangan. Keyingi videolarda agar sizlar uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlasanglar, podrobniy obzorlarni ko'rsatib o'taman. Birinchi pozitsiyamizda 1.5 motor, 156 ot kuchiga ega haqiqiy nemis motor, ya'ni nemis texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan motor bilan jihozlangan. Luxury pozitsiyamizda 1.6 turbina, 197 ot kuchiga ega motor bilan jihozlangan. Yana bir funksiyasi lidar, video registrator, polosa udержания funksiyalari luxury pozitsiyasida bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida ushbu funksiyalar yo'q. Va ikkinchi pozitsiyamizda juda ham chiroyli ishlangan, ya'ni sidina, ligrovka, abagrev, adduv hamda akustika qismlari xuddiki Mercedesdek ishlangan. Ushbu ko'rib bir o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Endi bu videoda qanchalik ko'rinadi bilmayman, lekin avtosalonimizga kelib o'zingizlar vizualni ko'rib, ushbu mashinani haydab his qilib ko'rsanglar, menimcha sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 7 o'rinli. Endi S09 avtomobiliga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi obzorlarda S07 avtomobillarimizni to'liq obzorini chiqaramiz agar qo'llab-quvvatlasanglar. Ushbu avtomobilimiz Swiss S09 Max pozitsiyasi 1200 km. 1200 km, ya'ni Andijondan Samarqand yoki Buxorogacha bemalol borsa bo'ladi degani, kilometrini to'liq bilmayman, lekin bemalol yursanglar bo'ladi. Bu 1200 kilometrga atiga 5,5-6 ta yoqilg'i sarflaydi. Mashinamizning gabariti ancha ham katta. To'kda o'zida 100-120 km hamda aralash siklda 1200 km yuradi. Avtomobilimiz parallelni gibrid hisoblanib, ikkita motor bilan jihozlangan, elektr hamda benzin motor. Bu degani to'kinglar tugab qolgan holatda ham bemalol benzin orqali yo'llarda davom etsanglar bo'ladi degan. Ushbu avtomobilimizni ham ichki saloniga o'zingizlar to'liq baho beringlar. Ushbu avtomobilimiz ham juda ham ko'p zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, xolodilnik, abagrev, adduv, hatto 3 xil осужитель hid chiqaruvchi vositalar ham avtomobilda o'zida mavjud. To'liq obzorlarni keyingi videoda ko'rsataman. Endi benzin variantiga kelsak, xuddi ushbu avtomobilimiz bilan birga-bir S09 avtomobilimiz premium pozitsiyasi 2 litrli turbina, 254 ot kuchiga ega bo'ladi. Gibriddan farqi bu benzin motor bilan jihozlangan. Unda benzin hamda gibrid, ya'ni elektr motor ham mavjud. Ushbu avtomobilimizni balonlaridan farqlasanglar bo'ladi, katta farqi.
Sababi ushbu avtomobilimizda 20 razmerli yumshoq Michelin ballonlar bilan ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomobillarimizni qanday sotib olsa bo'ladi? Naqd pul, muddatli to'lovga yoki рассрочкаga, перечисление istalgan to'lov usulida xarid qilsangiz bo'ladi. Bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsa bo'ladi. Faqat zalogga biron bir noturar joy yoki avtomobil kerak bo'ladi. Buni oldindan eslatib o'taman. Boshlang'ich to'lovsiz 5 yil muddatgacha olsa ham bo'ladi. Рассрочка, avtokredit, naqd pul to'lov tizimlarimiz bor va ushbu avtomobilimizdan naqd pulga xarid qilgan mijozlarimiz uchun chegirmalari bor. Avtosalonimizga kelib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.